1 qo'yganmiz yo 1.8 qo'yganmiz a? 1.800 1.5 million qo'yganmiz. O'sha payt qo'yganmiz. Yuqori qo'yamiz. O'sha bonusiga drabga beriladi. Olib, biz ham bonus qilib beramiz. Siz ham, biz ham Keyin bo'ldi. Keyin doimgidek o'sha Bitta o'rgatib qo'ysa o'zi chiqaraveradi bu narsa. Drabilkamiz ma'qul hoj tog'a. Hurmatli Jasuruz kanali obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, Chorva ishqibozlari, siz aziz chorvadolarni og'irini yengil qilish maqsadida ishlab chiqarayotgan universal olov drabilka oldiga kelganmiz. Deyarli zavodga aylangan. 2 yildan oshiq birgalikda hamkorlikda olib boryapmiz. Biz ko'plab xonadonlarga drabilka yetkazib borganmiz. Shu paytgacha bir dona ham negativ kelmagani uchun yana davom etamiz. Sizlarga tavsiya qilishdi. Narxlari, sifati zo'rdan so'raganlarga tavsiya qilamiz. Arzimas mehnatlarimiz va usta akalarimiz mehnatni qo'llab-quvvatlagan holatda bir dona like bosinglar. Inshaalloh like bosgan insonning chorva hayvonlari ko'p bo'lsin, mol balachga joy qolmasin. Albatta yaxshi niyat, yarim mol deymiz-ku. Va biz endi ko'rayotgan insonlar ekranda podpisatsiya degan yozuv bor, o'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar mutamsilarga SMS bo'lib borib turadi, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu qisqa daqiqalar ichida Omonjon bilan birgalikda sizlarga apparatlarni ishlashlari, yurishtirishlarini narxlarni sindirib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jasur aka. Omonjon yaxshimisiz? Sog'lomsiz? Charcham. Assalomu alaykum. Keldik. Yana bir qator drabilkaning narxlarini, yurishtirishini ko'rsatdik xalqimizga. Bo'ldi aka, bir qator sifatini, narxlarini xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib beramiz aka. Hop. Video boshida akalar narxlarni boshqa ishlab chiqarayotgan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Narxlar avvalo tushishiga sabab bo'lgan mana shu bola birinchi bo'ladi. Demakki, biz 2 yil oldin, deyarli 2 yil oldin narx tushirishni boshlaganmiz. 2 million, 8 million, 3,5 million, 4 million chiqayotgan paytida biz o'sha paytda 1,5 million so'm qo'yganmiz yo 1.8 qo'yganmiz a? 1.800 1.5 million qo'yganmiz. O'sha greta 3 million tepasida chiqayotgan apparatlar. Hozir xohlasa nima ular ishlab chiqarish kengaydi. Narxlarni xohlasa arzon qilib. Eng nomer adini, eng zo'ri ham xohlasa arzon narxda chiqadi. Yengil narxda chiqadi. Kelishib qolsa biz hozir video boshlaylik. Uzoq yaqindan ko'radigan insonlar bor-da. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Keyin necha kunga yetib boradi? Keyin yana plus qo'shni Qirg'izistondan telefon qilayotganlar bor-da, Qirg'iziston olib o'tsa bo'ladimi? Tojikiston akalarimiz so'rayapti. Bizga qanaqa bo'ladi dastavka deyotgan insonlar bor-da. Yo'li bormi, imkoni bormi? Yo'li bor, imkoni bor. Tashqaridan aloqaga chiqsa, xudo xolasa chiroyli qilib o'sha chegaragacha yo'lsa kargolarga yetkazib beriladi. Voha tomonlarga xudo xolasa 3 kunda, uzoq 3 kunda yetib boryapti. Vodiy ichi 1 kun 2 kunda xudo xolasa yetib boryapti bemalol. Hop, to'lovlari borgandan keyin, ishlatib ko'rgandan keyin bo'ladi. Albatta, oldindan ishlatib to'lov bo'lmaydi. Olib ishlatib yurgizib ko'rsatib, anaqa qilib beramiz, sinovdan o'tkazgan, keyin to'lov bo'ladi. Oldindan to'lovimiz yo'q. Hop, yana bitta shu joyda fikrim bor. Akalar o'tgan safar shartda keldik. Toshkentdan bitta akamiz drabilkani qadar olib kelibdi. Endi siz yo'q edingiz bunda. Gaplashdim. Ikkita o'sha drabilkani bittadan chaqirtirib qo'yibdi. Kimki oldin borsa o'shaniki olgan ekanda. Ularning ham mehnati bor, rasxoti bor. Borayotgan shopir ham yengil bormaydi-da. Hali bepulga bormaydi qo'pol qilayotganda ham. O'sha hisobga olib turib, yaxshi miya bilan maslahat qilib deydimi? Savol javob qilib olsalaringiz, bularga ham olib nimaki bu hozir mana shu narsani bepulga chiqarib boryapsiz sizgacha. O'zingiz bitta to'g'iz yo'qolsa, 7 ta mahallani qidirasiz to topgungacha. Bu insonlar tavakkal qilib, bir so'msiz chiqaryapti mana shu. O'zlari rasxot qilib. Mana shu nimasi bo'ladi? Zakaz qilishadiganlar zakaz qiladi. Mana shu apparatimizni shopirga, bitta shopir yo'lda 300 ming so'm, 250 ming so'm yo'l kerakli ati ovortdi. Ati ovort. Lekin ungacha klientdan 1 so'm hech qanaqa pul olmaydi. Lekin o'zingiz aytmoqchi, ikkita tomondan ham zakaz qilib olsa, qaysi biri birinchi hisob bo'laman desa, unda to'g'risi bizga ham masalan jana qilib qo'yadi. Hozir shu joyda akalar Qo'g'on Iktor akamiz kelgan, ko'pchilik taniydi. Instagram tarmog'ida 13,5 million so'm, Instagram tarmog'ida 13,5 millionta prosmotr olgan videomiz bor. O'shani videoni qo'yib ketamiz. Va keling. Ana shu ukamiz bor. Hozir ularga bitta drabilka olib beramiz. Yaxshisidan qilib beramiz. Dadalardan kelgan. Hozir ishlashdan hammasini ko'rsatamiz video davomida. Assalomu alaykum Iktor aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. rahmat. O'zi nomi o'zi bilan ekanda. Nomi o'zi rahmat. O'zimizga mana Shahriyor bola qo'limdan tortib yurib, dada bitta ish qilaylik. Bonuslar qo'yapmiz, boshqalar qilyapmiz. Ashaka boraylik, bitta olaylik dedi. Mana undan oldin ham ko'pchilikka tavsiya qildik. Xudo xolasa bundan bor o'zimizda ham hozir yana bitta отдельный o'zimizga ham olamiz. Keyingi syomkalarimizda bizda
manfaatli bo'lish uchun Jasurbek $100, $200, $300 anaqa bonuslar qo'yyapsiz-ku. Endi biz faqat mana shu olov durabilkadan bonusni mana shunday qilib qo'yamiz. Nimaga desangiz, foydali-da baribir. Foydali. Bo'lmasa mana bo'lar ekanda, ixtiyoriga drabilka olib borib qo'yamiz. O'sha bonusiga drabilka beriladi. Endi siz shoshmay turing, endi siz qo'lga tushdingiz endi. Endi biz xalqimiz uchun xalqni hech bo'lmasa borku, pul qistirish shart emas deydi, katta konsert zallarida. Qarsak so'rashadi-ku. Shu xalqni qo'llab-quvvatlagani bo'ladi. Biz ag'dan bonus qilamiz. Siz bag'dan bonus qilib, Xudo xohlasa, nima deydi? Yaxshi narsalar ekanda, nima deydi? $100, $200 pulni yo'qotib qo'yasiz birpasda. Lekin mana uni ko'rganingizda biz mollarimizga qo'shib bonus qilib beramiz. Narxlar haqiqatda oma borku, real narsa, zo'r narsa bo'lar ekan. To'g'risida hali nima deydi? Men bitta joyga qolyapman, hozir kirib kelayotganda eshitib qoldim. Oldindan to'lov yo'q. Olib borgandan keyin ishlatib ko'rib pulini berish. Aka, to'g'risi bor, luboy narsani ham hozir sotib olmoqchi bo'lsangiz, pulini tashlang deyapti. To'g'rimi? Lekin bunaqa garantiya, otangizga rahmat. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Ko'p qolmasin, xalqning duosi bilan ozginasini barakasi kuchli bo'ladi. Hali chaqirish bo'lib turib, nima qilishmasin, Shahriyor bola? Nima deysan? Miyada maylis. Miyada maylis. Xudo xolasa nima deysiz biz anaqamizga? Sizga ham mana shu Ideyamizga. Biz o'zimiz mashindan mana ustidan oldik. Turk tanlamasidan oldik. Alyuminiylik ekan. Eng menga qiziq joylari hozir hammaga ham to'k bilan ishlatish anaqa emas u. Motor mabodo to'k ko'payib ketib, anaqa bo'lsa, manetni qarang tashlaydigan joyiga vaqt tishkoz oldim men. O'zi to'k uzarkan u. Endi bag'ida bo'lsa, bag'ida ham nagrushga mo'nga kelsa, bu maqtamonda tashlaydigan ikkitadan ekan. Lekin yana bitta qulayligi, nimasi bo'ladi? Xalqimizga ham masalan eng qulayligi setkasi bor, yonboshdan bemalol almashaveradi. Shahriyor mana o'zingiz taylab qo'yib chiqib qo'ygan ekanda. Ha, siz almashtirib bermaysiz-da, o'zi bemalol almashtiraveradi. O'zi Xudo xolasa Jasuruzda bizni syomkamiz Xudo xolasa mol chiqarsak, hamma syomkamizda zo'r kommentariy yozgan odamga, layklarda aylangan odamga hamma syomkamizda bittadan olov drabilkasini qo'yamiz biz. Bizga yordam qilib, mashukamiz narxlarni arzon qilib beradi. Sizga ham nomeringiz bo'ladi-ku. Biz hali nima deydi, bitta vositachi bo'lamiz. Albatta. Bizga biz yana bundan olib sotar ekan, ixtiyor ekan, mashinadan ham 50 ming 100 ming foydalanar ekan emas. Bizga arzonroq olib, biz ham bonus qilib beramiz. Sizni ham, bizni ham duo qiladigan qilamiz, Xudo xolasa. To'g'riga, masalan $100, $200 beryapsiz-ku. Endi $100, $200 ishlab ketadi. Bu narsa dakansa oxirgacha umr davomida eslab yuradi-da. Maza qiladi. Bizda masalan siz bilan bizdan anaqa bo'lib qoladi. Meni tavsiyam ona bor-ku, hammamiz ham dehqonni uyda ham dehqonchilik menga o't degan odamga ham qancha baraka qilar ekanda bu. Mushuk chiqmaydi, bitta tashlab chiroyli qilib hayvon zo'r yeydi. Endi foydali tomonlari zo'r ekanda. Xudo xolasa hayvon hali pokiza qilib mo'ndan o'tgandan keyin zo'r bo'lib oxirga tushadi-da. Albatta. Maza qiladi, bizga o'xshagan odamlar mol sotganlar ham maza qilib yashaydi-da, molim yemayaptimiz, ko'p yeb qo'yyapti deb telefon qilishadi keyin. akalar, biz davom etamiz. Hozir bir qator narxlarni tanishtirib olamiz. Omajon, hop. Birinchi bo'lib titrabdan o'rtaga olib kelsak, to'rtsi mana shunaqa bo'ladi. Korpusi mashq holatda bo'ladi. Endi fonni bo'lsa bir qator ma'lumotlarni beraylik. Xo'p, korpusi birinchi hampasini so'rashyapti 54 ga 54. Kattalashgan varianti 54 ga 54. Keyin chiqishi. Chiqishi ham greta kattalashgan variant. Ancha o'zi qancha katta bo'lgan sari chiqish ob'yom tiqilish holatlari zo'r bo'ladi. Shuning uchun o'zi chiqaraveradi. Yana keyin ba'zan o'sha makka bug'doy ketaveradi. Bu holatda o'sha donli, maydalangan, uqalanganlar. uqalangan. Ha, batdan esa sotali makkalar bemalol chiqarsa bo'ladi. Endi bunisini olib qo'ysa bemalol o't mahsulot, don mahsulot. Mahsulotlari mana ketaveradi. Bo'lmasa bu yerda o'zini havo to'sishlari bor. Yana keyin o'sha Jasur aka mana shu yerda o'zini havo to'sqichlari bor. Betga chang urmaydi. Ha, betga chang urmaydi. Keyin doimgidek o'sha Gaga bo'lsa bo'shatib yurilmaydi. Chetga yonboshdan bemalol chiqaveradi. Oson. Mashinalarni birinchi biz qilganimizda, hali tan olish mardlikda biz qilganimizda ko'cha boshini negativ qilgan. Birinchi bo'lgan ekan, lekin bunaqa och yopadigan bo'ldi. Albatta. Biz o'zimizni stillar to'xtamadik, mashina ketaverdik. Endi sekin-sekin hamma shunga o'tyapti. Nimaga? Birinchi bo'lib texnika bezapasi. Mana to'xtab qolmasdan mana ko'tarsa, akalar ko'tarsa,
qo'lni kesib yuborishga mumkin. Setka almashtirishlar. Qampasizda, Albatta. tish aylanib turadi. Shayla. Bezopaslikka mana bu narsa chiqarayotgan paytda almashtiraverasiz. Bu Demak keyin katta odam, kichik odam, talab avvalo yoshlarga tavsiya beramiz, lekin masalan Shahriyor singari bolalar bo'lsa ham bitta o'rgatib qo'ysa o'zi chiqaraveradi bu narsa. Tepadan kelib chiqaveradi maydalar. Bezopaslikka zo'r bu narsa. Demak keyin Jasur aka gapingizni bo'ldim. Bu gaga boltoniga bir xil aytyapti, kuruchoy qilib bering deyapti. Kuruchoyni qilib berilaveradi. Masalan, u hech qanday muammo qilib berilaveradi. Kuruchoy bitta oldidan, bitta orqasidan ushlaydi, metni ushlamaydi. Keyin don mahsulotni mana shu yerdan chachib yuboradi. To'g'ri, rezinkasi bor, lekin bolt gagani singari moshina bo'lib ushlamaydi. Ishlatilgan sarabar ana kurchogini rezinkasi ishlay bo'lib ketaveradida. Albatta. Bolt gaga qilib qo'yilsa bo'ldi, bat ochilmaydi. Qachonki 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yildan keyin mabodo bir kirayli holatda ochish kerak bo'lsa, bemalol 4 ta gaga boltni bo'shatib ungacha. Shu holatda birga qo'shib bergan setkalar birinchi mol bo'lib ichida akalar mana. Mana o'sini makajo xoridonlari, quruq nonlarni ham maydalab chiqarib beradi. Bu kepak holatga, deyarli kepak holatga chiqarib beradigan setkasi bo'ladi. Bu yerda yorma holatda. Qush boqadiganlar, tovuq fermalar, tovuq boqadigan akalarga bu yorma holatga keltirib beradi. Suv ta'lim akalarini ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Yoki atala qiladigan insonlar bo'lsa, mana shunday chiqarib turib pishirsa, yaxshi effekt beradi. Keyingisi men qo'y boqaman degan insonlarga o't hajmi mayroq bo'lsin deganlarga mana buni tavsiya qilamiz. Bu qo'y bob bo'ladi. Qo'ylarga qo'y fermalar bor, qo'y boqadigan insonlarga yaxshi bundan chiqarsa, mana shuni tavsiya qilamiz. Mana shunga chiqarishi razmer gugut cho'pida chiqadi deyarli. Kichkina chiqadi. Buni ko'proq chiqarib molga bersa biz tavsiya qilmaymiz. Nimaki? Oshqozonga botib qolishi mumkin. Mayinligidan. Mayin bo'ladi. Molbobga mana setkani tavsiya qilamiz. Men Ali, xadavoy setkasida. Men xadavoy setkasi. Qo'ylarga ham bo'laveradi. Qo'ylarga ham bo'laveradi. Qo'ylarga bu setkani molga moslasangiz, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Bu hammasi shu chorvada, misol bunda chiqargan yemni deyarli 95%, 98% yeydi-da mollar. Albatta. Xo'p, yeydi. Bu payoz uchun tashlasangiz deyarli 60-50% yeydi xolos. Ko'p artxul bo'lar, ham cho'ntakka ziyon, ham molim semirmayapti deysizlar. Har tarafdan bu narsa olgan odam yutqizmaydi. Olgan kuningizdan boshlab foyda olib keltiradiki, ziyoniga olib bormaydi. Shuning uchun bitta ikkita moli bolalarga narxlar arzonrog'i bor. Hammasi ham bir xil emas. Sizga masalan 3-4 ta molingiz bor, unga boshqacha arzonroq. Agar 10 tadan oshiq bo'lsa boshqa. Agar meni katta fermam bo'lsa, o'shanga yarasha ham drabilkamiz bor. To'g'rimi? Qilib beriladi. Xo'p. Endi keyin Jasur aka bemalol masofaga yetalab G'ildiranglari bor. Ular kulchatlari bor. Keyin o'zini zavodskiy zashnigidan tashqari kulchatir qo'ydi. Kulchatlar. O'zini zavodskiy zashnigidan. Hozir bu yerda 3 xil motorimiz bor. Bu motorlar qanaqa hajmda ishlaydi? Xo'p. Birinchi Yangi telefon. Xo'p, bu 4 kilovat ikkita motor, Xitoyda motori. Endi birkasiga masalan 4 yozadi, lekin hozir 4 chiqarmaydi. Shu 4 kilovatli motorimiz. Xo'p. Bunda ham shu o'zida zashni bor. Dublyodachilari bor. Keyin to'kni ko'rsatadi. Multimetralari bor. Qo'shimcha doimgidek avtomat bo'ladi. Keyin bunga o'sha bu pichog'imizdan qo'yib beramiz. Pichog'imizdan qo'yib beramiz akalar. Xo'p, bu nechtalik hozir? Bu 18 talik deyiladi, mala to'ylari bilan. Mala to'ylari ham sanaladi. Keyin o'sha pichoqlardan ham o'sha jami 18 talik aytiladi. Keyin o'sha yengil yubka mahali bu. Akalar, mana bu pichoqlari kuydirilgan, germanskiy bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi, bu borgansa o'zini o'zi o'tkirlab boradi. Albatta. Qancha ishlatilgan sari bu o'tmasin, o'zini o'zi o'tkirlab boraveradi. Buni foydali jihatlar juda ham ko'p. Xo'p. Bu mashinaga qo'shib beriladi. Mana shu motorimizga qo'yib berishdik bu pichoqni. Hop. Buni narxi o'sha doimgidek 2 million so'm chiqadi. 2 million so'm. 2 million so'm chiqadi. Bu o'sha 4 kilovatli. Mana shu 18 talik pichog'imizga qo'yib beramiz. Bu ham universal apparat bo'ladi. Dommi, o'tmi, nimaki bo'lsa chiqaradi. Buni narxi o'sha 2 million so'm chiqadi. Qarang. Buni 2-ligi ham bor, motori. Uchligi ham bor. Uchligi ham bor. Uchligi ham bor. Ko'psi bir xil, faqat motori farq qiladi. Eng arzon nechta pul chiqadi? Eng arzoni aka 1 million 800 ming so'm chiqadi. Universal. Universal. Endi o'sha uchligi 1 million 800 chiqadi. Endi 2 o'zingiz aytmoqchi 2 qo'yib beradigan bo'lsa 1 million 700 ham chiqaveradi. 1 million 700 ming so'mga universal. Qo'li tanlamaydigan, jonli dunli mahsulotlar hammasini chiqarib beradigan 1 million 700. Zo'r. Misol bitta ikkita qo'yib bor insonlarga 3-4 ta qo'yib bor mol bor insonlarga ham bo'laveradi. Nimaga? Bir kunda chiqarsa bitta press chiqaradi.
To'g'rimi? Albatta, o'sha zakaz qilsa menga 2 yoki 3 qo'yib bering desa, o'sha 1 million 700 ming so'm ham chiqaradi. Lekin buni narxi o'sha 4lik bu 2 million so'm. Xo'p, keyingisi men bu ham nimasi bo'ladi? Nomeradiy motorlarimiz eng xato ketayotgan bu 6.5 titan motorimiz. Titan motorni o'z bilishadi, eng yaxshi sifatli motorlardan titan motor. Keyin buni kilogrammi ham o'sha og'iridan. Necha kilogramm bo'ladi? Bu 23 kiloligidan. 23 kilolik, где-то 23 kilo tozani beradi kilosi. Bunda ham o'sha zashni to'kni ko'rsatib turadi. Xo'p, bunga zavodskiy mahaviy qo'yib beramiz. Zavodskiy mahaviy qo'yib beramiz. Og'ir, mana tishlar doim qilingan. 2 qavatli keladi. Nimalari bor? Mana to'ylari. Mana to'ylari bor. Buni jami pichog'i 24 talik. 24. Mana to'ylar bilan 24 talik. Zavod mahaviy qo'yib beramiz. Bunisiga qo'yib beradigan bo'lsak, buni narxi 2,5 million, 2 million 400 ming so'mdan chiqariladi. Bu joyimizdagi narxlar. Hop, shu vodiy bo'ylab uzoq yaqinlikda dastavkalar bor. Dastavkalarga kelishamiz akalar. Bu yog'ini ham bor. Masalan, bu joyimizdagi narxlar. Albatta. Yana keyin o'sha mana bitta ham motorimizni olishmabdi mana. Bu ham 6,5 metr. Bu ham 6,5 kilovatlik. Men kilovatni bitta ko'rsatib qo'yaylik-da. Mana 6,5 kilovatlik. Mana shu bilan bir xil, faqat kilogramm yengilada. 21 kilolik. Buni qo'yib beradigan bo'lsak, buni narxi 2 million 200 ming so'm chiqadi. 2 million 200 ming. Endi bu motorning kilo sog'i bizga qimmatroq kelgan. O'shaning uchun kecha qimmatroq chiqadi. Buni narxi bo'ladigan bo'lsa 2 million 200 ming so'm chiqaveradi. Shu mahaviydan ham qo'yib beraman, undan ham qo'yib beraman. Endi qarang, mislisini ish. Misli va qayerlarga tavsiya qilasiz? Misli variantlarda tavsiya qilamiz 200 dan ziyod bo'lsa to'ka. Transformatori oldida yaqinroq bo'lsa. Xo'p, alyumin motorlarimiz 160 gacha bemalol ishlab beraveradi. 160 voltga ishlaydi. 160 gacha bemalol ishlab beraveradi. To'k tanlamas ekan. Endi To'k tanlamaydi bular. 160 volt hamma joyda bor. Bor. Deyarli hamma joyda bor. Endi buni o'sha hech bo'lmasa shu 192 dan ziyod bo'lsa, yaxshi ishlab beradi. Keyin yana juda ko'pchilik so'rashyapti, mis bilan alyuminda nima farqi bor deyapti. Xo'p. Mis bilan alyuminda xo'p, bu alyumin motorimiz birinchi o'rinda pulida farq qiladi. 250-300 ming so'm farq qiladi pulida. Lekin sifati, ishlashi hamma yo'g'i bir xil. Bir xilda bo'ladi. Hozir ko'p joyda masalan uyni montajlari oddiy alyumindan bo'lyapti. Shuning uchun 90% odamga alyumin beryapmiz. Alyumin bemalol ish bajaraveradi. Hali nimasi bor? Qo'pol qilib aytganda, hozir kimdan so'rasangiz mis yaxshi deydi-da. Qo'pol qilib aytganingizda odamning miyasiga mis degan narsa quyilib qolgan. Lekin mis ham alyumin ham bir xilda ishlab beraveradi. U tomonidan masalan xavotir olishmasin. Faqat anaqa tomoni, plyus tomoni alyumin pastokka ishlayapti. Shu. Buni narxi necha qo'yib berasiz? Buni narxi aka 2 million 600 ming so'm. Keyin bu o'sha 26 kilolik motor. 26 kilo. Buni 23 kiloligi ham bor. 23 kiloligi bu 2 million 300 ming so'm ham chiqadi. Mis motor 23 kiloligi ham bor, lekin kilogramm yengil. Bu 26 kiloligidan o'sha kilogramm og'irdan bunga ham o'sha zavod mahaviy qo'yib beramiz. Buni narxi 2 million 600 ming so'm chiqadi.